14-iyul birinchi smena kimyo fanidan tushgan savollar tahlillari. 5-savolga keldik. Demak, quyidagi moddalarning suvli eritmalari inert elektrodlarda elektroliz qilinganda anodda ajraladigan moddalarni mos ravishda juftlang yoki aniqlang degan savol sharti ekan. Xo'p, birinchi demak natriy xlorid eritmasi berilgan. Demak, natriy xlorid eritmasi elektroliz bo'lganda katodda vodorod, anodda xlor va bu yoqda eritmada demak natriy gidroksidi qoladi. Demak, birinchi nimamizda xlor anodda chiqyapti. Reaksiyani tenglab o'tirmadim. Ikkinchi natriy gidroksid eritmasi elektroliz qilinganda e'tibor bering, natriy gidroksid eritmasi elektroliz uchraganda suv elektrolizga uchraydi. Bu yerda natriy gidroksid turaveradi. Bu yerda ham demak ikkinchida shunda 1 ga S, 2 ga B bo'ldi. Xo'p, uchinchida kaliy karbonat. Kaliy karbonatda ham vodorod, xo'p, kislorod chiqadi bu yoqda anodida. Xo'p, 4-da karbonat turaversin. 4-da mis sulfat. Mis sulfat eritmasi demak elektroliz qilinganda agar misol uchun katoddamiz, anodda kislorod, bu yoqda sulfat kislotasi chiqadi. E'tibor bering, bu yerda mis ham bor-da. Mana shu misni belgilab olmang, chunki bizda savol shartida anodda chiqqan moddalar deyapti. Bu ham kislorod bo'ladi. Shunda 3 ham B, 4 ham B bo'ladi-da, to'g'ri javob A bo'ladi. Hozir siz misol uchun buni belgilab olsangiz ham bo'lardi-da. Katodlarni belgilab olsangiz misol uchun. Katod bo'lsa, bu umuman boshqa narsa bo'lib ketadi. A, D bo'lgan javob kerak bizga. Unday javob yo'q misol uchun. To'g'ri javob A bo'lyapti bu yerda.